Assalomu alaykum, Universal Obzor kanalining hurmatli tomoshabinlari. Bugungi videomizda xonadonlarga kafel va burchatkalar bostirmoqchi bo'lgan obunachilarimiz uchun ushbu fayzli xonadonimizga ustakalarimiz chiroyli qilib kafellarni va so'killariga granitlarni terib beribdi. Niyat qilganlarga mana shunaqa remontlar, mana shunaqa xonadonlar nasib qilsin do'stlar. Videoni oxirigacha ko'rib tursalaring, ushbu xonadonimizga qanaqa mahsulotlardan ishlatishgan, hammasini narxlarini yoritib beramiz. Xudo xolasa ko'rib turibsizlarmi, gilamchalari qanaqa turibdi. Juda ham shinamgina va fayzli chiqdi xonadonimiz va remontlari ham o'ta dahshatidan bo'ldi. Travetellarni eng so'nggi fasonlarida qilibdi. Tunika follari ham mana shu leksanlari ham juda ham chiroyli chiqdi. Otabek, hormaganda charchamaysizmi? Ha, rahmat aka, sizsiz. Ustamiz mana shu bo'ladi do'stlar, mana shu xonadonimizga mana shu remontlarni qilib bergan usta shu. Xo'p, bo'lmasam boshlayveramiz. Xudo xolasa bu xonadonimiz necha kvadrat metr bo'ldi общий? 262 kvadrat chiqdi. Kafellari, pol qismlari. So'kilichi? So'killari 120 metr chiqqan. Ko'chalari, ichkari hovli aylanasi bilan. Xo'p, so'killariga g'ishtli variantda terib berilgan, 50 santimetrda bu, xudo xolasa. 60 bo'yi. 60. Xo'p, pol qismiga kafel yopishtirib bergan. 30 ga 60 Farg'ona kafelini granit aralashtirib berib berganmiz, haytagi usulida. Xo'p, gilamchalarni ham chiroyli qilib, mana shu gilamchaga o'tgan safar qiziqdim. Videomda chiqdi Instagramda. Zo'r ekan mana shu. Xo'p, bu yomg'irlarda sirpanchiq bo'lmaydimi bu? Yo'q, yo'q, naborot suv tushganda bu tormoz vazifasini yaxshi bajaradi. O'sha bet shershaviy sirpanmaydi, xudo xolasa. Sirpanmaydigandan. Suvda suv muzlamasa, sirpanmaydi. Ha. Endi bizning sharoitda muzlama bo'lmasa kerak endi, Rossiyaga o'xshab. Xo'p, bo'lmasam bu kafellarimiz nechta tonnagacha ko'taradi? Misol uchun mashina mana shu mashina kirgandan keyin 2-3 ta mashina kiraveradimi? Ha, yengil mashinalar bemalol kiraveradi. Yuk mashinalar keladigan bo'lsak, 10 tonnagacha garantiya beraveramiz bosganimizga, kafeliga ham, tagi cho'kmasligiga ham. Tashqarilarni bitta ko'rsatib o'taylik. Mana bu joylardan va mana bu joylarga qilib berishibdi. Gulzorlarini chiroyli qilib, yo'lakchalari bilan qilib berishibdi do'stlar. Xo'p, so'killardan boshlaydigan bo'lsak, 60 santimetrga chiqarib bergansizlar, g'ishtli variantda. Xo'p, narxi necha pul bo'lyapti? Bu so'kilimizda o'sha granit hamda Navoiyni marmar toshlarini, tabiiy toshlarni aralashtirib terib berganmiz. Xuddi shu fasonda bo'ladigan bo'lsa, 380 ming so'mdan xizmati, material ichida. Uyda egasi sementini, rastvorini olib beradi, bo'ldi. Qolgan hamma narsasini o'zimiz olib kelib, chiroyli terib beramiz. Variantlarini boshqachalari ham bor. Boshqacha variantlari ham bor. Imенно shu fasonlar 380 ming so'mdan xizmati, material ichida bityapti hozir. Bo'yi 60 bo'ladigan bo'lsa. Materiali ham o'zlaringdan bo'lganini hisobiga arzon chiqadi. Birovlardan sotib olib kelib. Yo'q, o'zimiz seximiz bor, o'zimiz kesib, olib kelib chiroyli ustanovka qilib beramiz. 1 metrga chiqadigan bo'lsa necha pul bo'ladi? Endi bo'yi, misol uchun holatiga qarab gaplashilaveradi, kvadratga ham, metriga ham. Endi asosan 60 bo'lganligi uchun ko'p joylarda qilyapmiz. 380 ming so'mdan tushyapti. Endi joyini holatiga qarab gaplashilaveradi yana. Xo'p, bu yoqdagilarchi kafellarimiz? Bu kafellarimiz Farg'ona kafel deyiladi. Bu 30 ga 60. Bu kafelimizni 1 metr kvadratini 170 ming so'mdan. Kafeli, graniti xizmat ichida qilib berganmiz 170 ming so'mdan. Xonadonni aylanib sekin anaqa qilaveraylik, bo'lmasam ko'rsataveraylik. Buni qaranglar. Perellalarni ham zo'ridan qo'yib qo'yibdi remontga maslar akalarimiz. Xo'p, kubikchalari ham kattasidan bo'libdi. Kubikchamiz razmer 15x15. Xitoy metallograniti Angola Black. Toblanish ko'rinyaptimi ekan shu gilamchalarda? Gap yo'q. Bu narxi necha pul bo'lyapti? Gilamchalarimiz pano deb nomlanadi. 120 ga 180. Bularimiz sotib olish narxi 1 million 500 ming so'm. 300 ming so'mga ustanovka qilib beryapmiz bir donasini. 120 ga 180. Oldin 2 million edi. Narxlar tushgan hozir. 2 million edi, endi hozir 1,5 million. Yana kamiga 300 mingga ustanovkasi, ya'ni 1 million 800 ming so'mga o'zimiz olib kelib o'rnatib beramiz bularni. 3 ta qo'yibdi, xudo xolasa. Palasalarimiz metri necha puldan qo'yib beradi? Palasalar endi uyda egasi nimasi qilinadi, qancha desa qo'yib beraveradi. Metr 30 so'mdan granitni qo'yib berish bilan birga. Xitoy metallogranit. Mahsulot o'zlaringdan, ustanovka o'zlaringdan. Uyda egasi shu tagidagi zasipkasini, sementini o'shaga pesogini olib bersa bo'ldi. Bo'ldi.
Xo'p, zinalarimizga keladigan bo'lsak, zinalarimizchi? Bu zinalarimizga chekkalariga tabiiy tosh qo'yilgan, Xitoydagi Anglo-Belek tabiiy toshi. Buni 250 ming so'mdan qilib berganmiz, tabiiy tosh bo'lganligi uchun, Xitoydagi. Bir dona stupinkasi bitishi. Mana bu boshqa narsa, bu boshqa narsa. Bu tabiiy tosh bu. Haqiqiy granit shu. To'g'ri, katta ekan. 1 metrini bitishi 250 ming. 250 ming so'mdan stupinkasi. Tepasi kvadrat shunaqa. Kafeli, shu qopqoqlar hammasi ichida. Tepalari kvadratga hisoblanadi. Gap yo'q. Xo'p, xonadonimizga baho berib, like bosasizlar. Niyat qilganlarga mana shunaqa remontlar nasib qilsin. Lexan Naves sariq bo'lgani uchun xonadonimiz salqin va videoga ham shunaqa sariq chiqyapti, do'stlar. Xo'p, Otabek, bu burchatkalar ham bor, xudo xolasa sexlarimizda. Burchatkalarimiz bor, 15-20 xildan ortiq burchatkalarimiz bor. Shu seximizga tashrif buyursizlar, ko'rib tanlasizlar, tanlaganiga qarab berilaveradi. Gap yo'q. Xolasalar ham burchatka, xolasalar ham kafel. Kafellarda har xil variantlari bo'ladi. Xudo xolasa aloqaga chiqsalaring. Xizmatlar qayerdan qayergacha qilib beryapsizlar? Qayerga borib xizmatlar ko'rsatyapsizlar? Hozircha vodiy bo'ylab, Toshkentga kelishgan holda chiqilaveradi. Toshkentga kelishilib qoladigan bo'lsa, borib mana shunaqa qilib berasizlar, xudo xolasa. Xolasa chiroyli berib beramiz. Gap yo'q. Gulzorlarni o'zlaring qilib berdilaringmi? Gulzorlar ham o'sha chekkalarga palasalar qo'yib chiqarib berganmiz. Palasalar ham o'sha palasani ichida 35 ming so'mdan 1 metr. 1 metr. Xohlasa lato esa lato qilib beramiz. Latoklarimiz o'rtacha 350 ming so'mdan bityapti bitishi. Materiali, xizmati, shu materiali 1 metr bitishi shunaqa bo'lyapti, material o'zimizdan. Mana shu xonadonimizga jami mana shu kafelini o'ziga nech pul ketdi? Nech pul dedik, nech kvadrat dedik bu yerda? 262 kvadrat. 262 kvadrat, ha? Kafeli, gullari, palasalari bilan o'sha hisobda 45 ming so'm ketgan. Sizlarga yerni quruq topshirgan, 45 million bergan, o'zlaring olib kelib ustanovka qilib, joy yotog'i berdi, joy, suv to'kib berdi bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Sizlar mana shu holatda 45 millionga bitkazib berdilaring, ha? Gap yo'q. Sokil xizmatlari bo'lsa ham aloqaga chiqib olasizlar, xudo xolasa. Garantiyalari o'sha 8 tonna, 10 tonnagacha ko'taradi. 10 tonnacha Gap. Yana aytib o'tilmagan, berilmagan ma'lumotlar qoldimi? Menimcha qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni aytib, yoritib berdik do'stlar. Agar qolib ketgan qanaqadir ma'lumotlar bo'ladigan bo'lsa, mikrofonimiz o'chib qolibdi. Aloqaga chiqib olasizlar.